Assalomu alaykum hammaga. Biza bugun xudo xolasa yangi bozor bag'alandi. Boshlagan ishlarimizni obratkalarimizni tortib, batareyalarimizni как установка etib, почти hamma batareyamizni obratkasini ham urib, podachimizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa bu uyimiz 8 tochka bo'ladi, 6 yera batareya qo'yiladi. Bu uyimizda ham shu zamonaviy alyumin batareyalardan qo'yib, podacha obratga tortib, samotyuk sistemada ishlaymiz. Bu yerdan bakimizga chiqarib beramiz. Bunda birinchi, bu ikkinchi, bu uchinchi batareyamiz. Почти podachimiz ham yarimi bitdi. Obratkalarimiz ham bilib ishlar uchunda bornim bo'ldi xudo xolasa. Siz ko'rib ko'rasizlarki, mana shunday отопление xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir отопление, gaz отопление ishlarini etamiz. Shu kanalimiz rivoji uchun like'larni bosib, obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib, отопление o'tiraman deb bilgan donishli ishlar bo'lsa, videoni tashlab qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, hammaga rahmat.